Barchaga xayrli kun. Sizlar Gulmira Abayeva YouTube kanalida sizlar bilan men Gulmira. Xo'sh, har safargidek, har doimgidek odatga binoan bugun ham отношения mavzusini olib keldim sizlarga. Jigitlar, diqqat qilinglar, hoziroq meni kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Bo'lmasa boshladik. Men sizlarga mana shu 3 ta signalni siz sezsangiz, u qiz sizni yaxshi ko'radi. Menga shunaqa savol kelib qoldi direktimga Instagramda. Gulmira opa, bir qiz bor, отношениядamiz tipa, lekin o'zini hissiyotlarini ochib hali ko'rsatmayapti. Meni yaxshi ko'radimi, meni yaxshi ko'rmaydimi? Men o'zi u uchun qanchalik hurmatli, qadrliman, bu narsani bilmayapman. So'rashga meni duxim yetmayapti. So'rasam qochib ketadi. Qo'rqitib qo'yaman yoki bir xafa qilib qo'yaman deb o'ylayapman. O'shaning uchun nagli so'ra olmayapman. Lekin hech qanaqa bir belgilarni ham sezmayapman menimcha. Namyogam qilmaydi dedi. Bo'lmasa boshladik. Birinchisi eng mana shu ko'p yigitlar bilmaydigan, o'tkazib yuboradigan bir signali birinchisi qiz bolani. Qiz bola hech qachon o'zi sevgan, o'sha yaxshi ko'rib qolgan yigitga hech qachon u shirin so'z aytmaydi. Jonim, asalim, hayotim, mani begim degan gaplarni u aytmaydi. Endi vaqt o'tib aytishi mumkin, men hozir aytmaydi demoqchiman. U sizga bu gaplarni aytmaydi. Ya'ni u tilida anaqa aytmaydi demoqchiman. O'g'il bolalarda buni teskarisi bo'ladi. O'g'il bolalar o quloqga lag'monni ilishga ustasizlar-ku. Sizlar mamatinglar sevmasa ham, lekin tilinglarda har narsani aytib qizni o'zingizni sevgandek ko'rsata olasiz. Bu narsaga qodirsiz siz. Qizlar unaqa emas. Ular sevsa mana mashti bilan sevadi. Tilida emas. Va eng asosiy anaqasi, u qiz sizni xafa qilishga, sizni mana shu qaroringizga yoki bir fikringizga qarshi chiqishga u qiz qo'rqadi. Birinchi belgisi. Shu u sizni xafa qilishdan, siz bilan urushib qolishdan, siz bilan mana shu bir-biringizga teskari bo'lib qolishdan har doim qochadi. Shuning uchun sizni fikrlaringizga, sizning gaplaringizga har doim qo'shilib, ham fikr bo'lib turadi. To'yis sizni komandangizda o'ynaydi demoqchiman, qisqa qilib aytganimda. Sizga nisbatan qarama-qaychi ishlar yoki fikrlar, gaplar kamroq aytadi. Chunki siz u uchun uni nozik nuqtasiga aylanganingiz sabab. Uni nozik nuqtasisiz, chunki uni ko'ngli sizda. Mana shu sabab. Ko'nglini sizga bergandan keyin u qiz boya aytgandek nozik nuqtasiz, shuning uchun uncha anaqangizga qarshi chiqib siz bilan urush janjalga teskari bo'lib qolishga olib kelmaydi. Eng bilinadigan signal. Ya'ni u qiz sizni o'zidan o'zi blokka tiqib, blokdan ochmasdan boshqa bolalar bilan gaplashib yoki boshqa bolalar bilan SMSlashib, vaqtinchalik Azizni ham, Anvarni ham, mani do'stim, bu sinfdoshim, bu kursdoshim deb unaqa boshi og'ritadigan ishlar qilmaydi. Tushunyapsizmi? U sizga nisbatan unaqa asabni o'ynatadigan, jahlni chiqaradigan ishlar qilmaydi. Siz bilan oraga mana shu bir masofa tushishini xohlamaydi. Shu sabab. Ikkinchi signali bu u qiz o'zini borgan sari sizga nisbatan mana shu qaralarini ochib ko'rsata boshlaydi, xarakterini ko'rsata boshlaydi. Misol uchun, mana meni qo'limdan ovqat qilish keladi, anaqa ovqat qildim bugun deb rasm tashlashim mumkin sizga. Oyim bilan mana bunaqa ovqat qildik, men somsani qildim, men buni o'zim tugdim deb sizga aytishi mumkin. Shu men uyda seni ertaga bolalaringga ovqat qilib bera olmayman, senga ham ovqat qilib bera olmayman. To'yis men uje uy ishlariga yaraydigan, ya'ni kelinlikka yaxshi nomzodman deganda mana shunaqa anaqani beradi, padachani beradi qiz bolani o'zi. Uy ishlarini misol uchun qilishdan qochmaydi. Bu narsani sizga ham aytish mumkin SMS orasida. Misol nima qolsan deganingizda uy ishlarini qilman, nima qolsan deganingizda ovqat qilman, shunaqa ovqat, yo'q deb mana shu mayda gaplariga ham e'tibor bering. Qiz bola o'zini bunaqa aytganda sizga nisbatan o'sha ochishni boshlaydi.
mani qo'limdan shu narsalar keladi, man shunaqa narsalarni yaxshi ko'raman, man mamnaqaman deb faqat sizga mana shunaqa o'zini ochishni boshlaydi. Qiz bola duch kelgan bolaga o'zini bunaqa ochib, gaplashib, yoyilib, men buni yaxshi ko'raman, buni yomon ko'raman deb o'tirmaydi. Endi u darajada misol uchun yoki buzilgan, mamada уже aralashib ketgan qiz bo'lsa, uni qiz bilan siz izначально tanishmaysiz-da. Normalniy qiz bilan tanishdingiz va normalniy qiz mana shunaqa уже harakatlar, shaglar tashiydi sizga qarab. Chunki sizda u qizni ko'ngli bor va siz bilan уже balkim miyasida уже ertaga oila qurishni, farzandlaringiz bo'lishini yoki boshqa narsalarni уже allaqachon xayolida qurib, yaratib, osmonda uchib yurgan bo'lishi ham mumkin. Qiz bola hech qachon nagli men sizni sevib qoldim, menga uylaning, men siznikiman demaydi hech qaysi qiz. O'zbek qiz unaqa demaydi. Unaqa gapni kutmang siz. Sovchingizni jo'nating bo'ldi degan gapni kutmang. Siz o'g'il bolasiz va o'g'il bolaga xos haqiqiy realniy qadamlar tashlashingiz kerak, unaqa cho'zilmasdan, maydalashmasdan. Qizdan hozirgi bir ikkita shag'ni, bir ikkita signalni sezdingizmi? Bo'ldi. Ko'p cho'zmaslik kerak. Ortiqcha o'ylanmaslik kerak. U meni sevar ekanmi, sevmas ekanmi? O'zi aytmaguncha ishonmayman. O'zi sevaman deb tan olmasa, u hisobmas deb o'tirmang unaqa. Qizni og'zidan sizni sevib qoldim degan gap chiqishi oson emas. U kecha tanishgan bolaga seni sevib qoldim deb bo'yningizga osilmaydi ham. Bo'yningizga osiladigan qizni siz boshingizga ham urmaysiz. Va jigitlar, 3-oxirgi signalni men bu videoda aytmayman. 3-signalni men o'zimni mana shu bo'ydoqlarga qo'llanma nomli kitobchamni ichiga yozib ketganman. Undan tashqari bu kitobchada perepiskada mana shu qiz bilan tanishuv paytida qanaqa savollar, qanaqa misol uchun narsalarga e'tibor berish kerak, tanishuv boshida qanaqa mavzularda gaplashish kerak, uchrashuvga qanaqa tayyorlanish kerak, qizlarning o'zi har xil tiplari bo'ladi. Qanaqa tipdagi qiz sizga mos, qanaqa qizlardan ehtiyot bo'lish kerak. Undan tashqari qizni xayolini, qalbini zabt etish uchun qanaqa texnikalar misol uchun qo'llasam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi degan savolga mana shu bo'ydoqlarga qo'llanma nomli elektron, ya'ni bu PDF shakldagi fayldagi kitobcha. Mana shu kitobchani sizga tavsiya qilaman. Undan tashqari o'zimni Telegram kanalimda yopiq audio 2 soatlik onlayn darsligim ham bor. Bu darslikning ichida ham juda ko'plab mavzular zapis qilinib, saqlanib qo'yilgan. Jigitlar, konsultatsiyaga mana shu kitobchalarni, onlayn darsliklarni qayerdan sotib olamiz desangiz, mana shu Telegram admin raqamlarini qo'yib ketaman. Telegramdan yozib, murojaat qilib, so'rab, savollaringizni hammasiga javob olishingiz mumkin. Shaxsan o'zimdan konsultatsiya olish niyatingiz bo'lsa ham 1 yoki 2 kun oldin adminga bog'lanib, vaqtini, kunini kelishib olib, undan keyin yozilsangiz bo'ladi. Bittagina konsultatsiyani o'zi yechim bo'ladi. Ba'zi masalalarga bittagina mana shu qo'llanma kitobchani o'zi yechim bo'ladi. Sizga qaysi biri kerak? Avval admin bilan maslahat qilib, undan keyin yozilganingiz yaxshi. Albatta, yaqin do'stingizga yuborishni unutmang. Zero foydali bo'lsin, mana shu o'zini savoliga javob olsin.